Bugun 17-avgust, men tug'ilgan kunim. Bolalar kelishdi. Qayerga yo'l olamiz? Arafa tog'iga, to'g'rimi? Demak, yetib keldik. Marojna olamizmi bu yerda? Bu tog'da Ibrohim alayhissalom o'z farzandini qurbonlikka olib chiqqan tog'. Hozir tashqarida 45 gradus, ha? Shuna bo'lyaptimi, yo'qmi? Najib bular ham ishlamayapti, qarang. Erib qolgan, erib ketgan. Qanaqa ilohiy joylar O'zbekistonda bo'lsa, qanday bo'lardi tozalik? Короче, do'stlar, нормальный soqqaga shuncha duxi oldim. Thank you. Welcome. Assalomu kim keldi? O'zari. Assalomu alaykum. Urbeklarni majburlab olib chiqdim mana. Xullas, birinchi taom badas kalom deyildi. Hozir bu yoqda qancha pul topishini so'raymiz. Taksilardami? Nur tog'iga bormoqchimiz. Ko'tarib olib chiqaman yelkamda. Biz keldik, Nur tog'iga qaradik, juda ham baland ekan. Nimaga chiqmadik? Hammamiz pul ekonom qilishni yaxshi ko'ramiz. Men sizlar uchun tayyorlagan 1 yillik prilojeniyamni taqdim etmoqchiman. Kodday bu o'zi nima? Masalan, siz 1 oyga restoran, kafe, produkt, barbershop hamma joyga Rossiyada 20 ming rublgacha yo'qotasiz. Endi esa siz через Kodday bu summani 16 ming rublgacha kamaytira olasiz. Bizning Kodday ilovamizda hozircha 100 dan ortiq siz foydalanadigan bizneslar mavjud. Kelajakda esa bular millionga yetadi. Ushbu bizneslar aynan Kodday ilovasini ishlatadiganlar uchun 5% dan 20% gacha, ayrim joylarda esa 50% gacha skidka berishadi. Skidkadan foydalanish juda ham oson. Bu uchun opisaniyadagi silkaga o'tib, Kodday ilovasini yuklab olamiz va oz so'nggina registratsiyadan o'tib, Kodday ilovasidagi ko'rsatilgan bizneslardan bemalol foydalanamiz. Ilovamizni esa yuklab olganlar orasida iPhone 17 kimgadir sovg'a qilamiz. Endigi taklif Rossiya va O'zbekistondagi biznes egalariga. Agar sizga yangi klient patogi kerak bo'lsa, biz siz bilan ishlashga tayyormiz. Faqatgina bitta shartimiz bor. Bizning ilova foydalanuvchilarimizga skidka bersangiz bo'ldi. 5% dan 50% gacha qimmatingizni cheki yo'q. Faraz qiling, sizning biznesingizni blogerlar, men yoki boshqa mashhur blogerlar bo'lib bepul reklama qilib beradi. Bu yerda o'ylaymanki, hamma plyusda. Biznes egalari skidka hisobiga yangi klient, klientlarimiz esa borgan joyidan skidkaga ega bo'lishadi. Endi shu yerda savol tug'iladi. Rustam Rahmonov, seni foydang qayerda deb. Meni foydam bitta. Kuchaysa ham o'zimizgilar kuchaysa. Ushbu videorolikda barchaga, biznesmen aka-ukalarimizga, do'stinglarga, turmush o'rtog'inglarga, aka-uka, singil hammaga yuborib qo'yinglar. Zeroki bu ilovamiz hammaga foydasi tegadigan ilova bo'lishiga aminman. Gazini bosinglar. Videoni tezroq otib qo'yinglar. Hammaga assalomu alaykum. Bugun 17-avgust, men tug'ilgan kunim. Bolalar kelishdi. Magasindan chiqib ketyapmiz. Assalomu alaykum. Ya xormangizlar. Hurmat kuningiz bilan, brat. Rahmat. Sog'lomsiz? Yaxshimisiz? Ishlar bo'lyaptimi? Sog'liqlar, kayfiyatlar. Ne gaplar? Hurmat berilgan kuningiz bilan. Rahmat. Qayerga yo'l olamiz? Arafaga. Arafa tog'iga, to'g'rimi? To'g'ri, Arafa tog'iga. Nima bo'ladi? Nima devishmish, kishmish, hammasini ko'rsatib boraman. Mana haj shu yerda bo'ladi. Hammasi palatkalar. Yo'l borda, shu yo'l bo'yicha odamlar ketadi. Mana qancha. Mana shu yerda zdaniya bu katta tosh, shaytonga tosh otadigan zdaniya. Ana shu odamlar ketguncha tosh yig'ib ketadi-da. Otib ketamizmi? Ha? Otib ketamizmi? Davay. Qo'ymaylar. Ha? Farq qo'ymaylar deyman. Kimni? Shaytonnimi? Bu yerda hamma qilish uchun kelamiz-ku.
mahallamni olishga kelamiz. Hay. Mana shu palatkalarda yashaydi odamlar. Hamma sharoit bor, kontyor, manyor. Inshaalloh katta. Mana. Bu yerda har davlatda o'zining nimasi yozilgan. Palatkasi bordi. Hali kelamiz katta hajlarga ham. Inshaalloh. Amin. Niyat qilib qo'ydik. Demak yetib keldik. Marojna olamizmi bitta bitta? Ko'p turamiz ha. Ketdik. Xullas Arafat tog'iga keldik. Bu tog'da demak odam ato bilan Momo Havo uchrashgan joy. Bu tog'da Ibrohim alayhissalom o'z farzandini qurbonlikka olib chiqqan tog'. Bu tog'da Jabroil alayhissalom tushgan, ha? Qo'yib tushgan tog'. Ibrohim alayhissalom o'z o'g'li Ismoil alayhissalomni qurbonlikka olib chiqib 3 marta bo'g'zidan pichoq tortadilar. Pichoq o'tmaydi. Lekin toshga o'tadi. Pichoqni toshga ursa sayrog'ini kesganday o'tib ketadi. Allohning izni bilan kesilmaydi-da. Keyin Jabroil alayhissalom nido qilib tushadi. Allohu akbar deb 2 marta aytib tushadi qo'y bilan. Shundan keyin Ibrohim alayhissalom la ilaha illalloh deydi. Keyin o'g'li Ismoil alayhissalom Allohu akbar va lillahil hamd deydi. Shu nimada qurbonlikda aytadigan duolarimiz-ku shu. Shunaqa. To'g'ri, mana Arafat tog'i. Odam otasi. Bitta marojna. Nimaga bizga qoraysiz, sizga rozi? Hammani ichiga o'xshatib berdi. Ikkinchi, uchinchi. Hozir tashqarida taxminan 45 gradus, ha? Shunday bo'lyaptimi, yo'qmi? 45 gradus. Mana bunaqa qilsa o'zi mana orqasiga yopishib qo'y. Qo'ydi. Mana Arafat tog'i. Qo'lini mustaqimga artib qo'ydi. Ha. Yo'q, mazin xotirmang, artganim yo'q. Qo'shiq bilan edik-ku, qo'l bilan emas-ku. Bugun sizga payim. Ha, bugun mojda manga. Biz bitta tepay dedik. Telefonni bosib qo'y. Dachi bular ham ishlamayapti, qarang. Yerib qo'ygan. Erib qolgan, erib ketgan. Voy, yonyapti-la bu. Bismillah. Mana toqqa qarab chiqib ketyapmiz. Bu yerda yozish, chizish mumkin emas. Lekin odamlar baribir yozgan. Nima mumkin emas desa shuni qilishadi, bilasizmi? A few moments later. Mumkin emas ana, shirk qilib qo'ydi. Ha, tepada. Ko'rdingizmi? Shunaqa qarang, yozishgan baribir. Mana qarab. Duo o'qiyman. 6 kilometr egniga kilometr 17 kilometr namoz o'qish mumkin emas edi-ku, eshitdingizmi? Tamom. Yilda bir marta namoz o'qiladi. Bu ham masjidda, yo'ni yana u masjidda. Hamma joyga yozib tashlashgan. Endi bunaqa joylar faraz qiling. Mana shunaqa ilohiy joylar O'zbekistonda bo'lsa qanday bo'lardi tozaligi, bilasizmi? Shuni-da. Bu kritika emas, ko'rgan narsamiz. Telefon qizib, temperaturasi chiqib, o'chib qoldi. Shunchalik issiq. Mana shu joylarga kelish ham nasib etdi. Arafat tog'ida bo'lishimiz. Bu nima ekan bu? Lime. Voy. Qaytib tushdik lekin. Juda xishad issiq, ha? No, habibi. Habibi, 10. Van 5 riyal. 5 riyalmi? Bir donasi 5 mi? Manda bor edi. Ye. Turkiy? O'zbek. 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 Mashallah. Sok yema, sok. Sok bo'lish. Yera. Polka aqcha, pul bo'ladi. Oh, освежает. Rahmat. Ko'ryapsizlarmi qanday tayyorlagan? Yo'q, qayerga? Ko'chada 43 gradus maksimalga turibdi. Konditsioner вообще sezilmaydi. Mana tunnel, bu tog'ni o'rtasini teshib tunnel qilingan. Bu yerda mana водитель от Бога. Ko'p emas, yarim soatdan beri aylanib yuribmiz. Zaodno ko'ryapmiz-da Makkani. Qarang, qancha uzun tunnel. Bitta tunneldan chiqib yana ikkinchiga kiryapmiz mana. Jinlarni masjidiga boramiz. Jinlarni masjidiga, ha, u ham uzun. Borish kerak lekin jinlarni masjidiga. Ikkinchi tunnelga kirdik. Uchinchisiga ham kiramiz aslida.
Yo'q, ha bu ham ne каждому deydi-ku, kelib bu yerda moshin bilan qanaqangidir navigatorlarni uстановка qilib yo'limizni topib yuribmiz-da. Masharipov. Yana ikkita tunnel bu, qaysiga kirish kerak? Xavara ketyapmiz-da, farqi nima? Ha, xudo o'tsa yana bitta tunnel yana. Ha, yana. Nimaga? Qanday kirmaysiz tunnelga? Kirasiz, o. Shahar. Aytib, tunnelga kirasiz. Xudo o'tsa 5-6-tunnelga kiryapmiz. Lekin haqiqatda yoz payti, hozir biz avgust oyidamiz, 17-avgust bugun. Juda ham issiq bo'lar ekan. Shu ko'chaga bosh kiyimsiz chiqsangiz, miyangiz qaynaydi. Mana shunaqa darajada issiq. Налево yuradi. Qaysi birdan? Unisidan, bunisidan? Ikkita ekan power. Qarang siz. To'g'ri ketyapmizmi qayer? Ha? La havla va la quvvata illa billah. Qayerga olamiz? Voy. Biz bu yoqqa o'tishimiz kerak emas. Qayda qolib ketdim. Sizlarga sensaylar mana bumi? Mana bu yerdan ketamiz bo'lsa. Yopiqda, tepa yopiq, yurolmaysiz. Biroq mashin birovniki. O'zimizgina olamiz, keyin xohlagancha. Qanday qilamiz endi? Yo'q, sen girdingiz. Yo'q, bunday borib chiqasiz, yuring. Mana shu tarafga ketasiz hozir. Yopiq emasmi? Yopiq qo'yadi. Yo'q, yopiq emas, o'tasiz. Buriling shu yerda. Ana undan buriling deyapman. Ye, biling. Tak, bo'lsa bundan chiqib, mana bundan aylanib ketamiz. Mana bundan aylanib chiqib ketamiz. Bo'ldi, tushundim men bu yerda qanday qilish kerak. Yo'qdan yo'qdan kelamiz. Topamiz inshaalloh. Zato ko'ryapmiz-da. Mana bu yerda razvedka bor ekan. Qarang, dahshat stroyitsada. Razvedka ham yo'q mana. Mana yetib keldik. Bu gostinitsada umr belgilab turibdi. Mana masjidlar falan. Biz geldik. Xorazm geçtik. Xorazm go'ch. Hozir brat ertalabdan xorazmcha osh qilib qo'ygan ekan. Qanaqa nima edi nomi? Oshdi? Suzma osh. Suzma palov. Nima degani u suzma? Gurrak ham bor, gurrak. Gurragi nima u? Gurrak qovun. Faqat Xorazmda pishadi. Shunaqa qovun. Urganchdan keyin. Короче, suzma osh, gurrak qovun yeymiz. Lekin uni yarmini qo'yibmiz sizga, yarmini yeb qo'ydik. Böyle. Hemen bir og'iz bunaqa gurrak nimaligini tushunsam bo'ldi. O, tumaloq. Tumaloq bola. Qani tumaloq bola? Sizdan keladi. Men endi tushundim siz nimaga dumaloq odam dedingiz. Haji, assalomu alaykum. عليكم السلام عندكم حجز Habibi. Nechi pul ekan bir kuni? Qancha? 140. $50 mi? Bir kuni $50 berdi. 3 oy tursangiz, tomoshin pul tashib chiqib ketasiz ekan-da. Lekin yaxshi ekan, keldingiz moshin bilan, gazetsangiz kirib ketdingiz. Yangi tapchika oldim. Arablar kiyadigan tapchika ekan. Xullas bir baloq yetib kelib oldik mana. Xudo xolasa. Ketdik, ha boshlang. Qanaqa osh yeymiz hozir? Xorazm suzma osh. Xorazm suzma osh yeyishga keldik. Baxtiyor Hoji akamiz shaxsan tayyorlaydi. Mendan Xorazmdan kelgan produktlar ham. Xorazmcha mendan. Lekin haqiqat udobniy ekan mana bu. Tapchika. Hamma hojilar mana. Burga yana nechta odam sig'adi. Ket. Yana odam ko'p bo'lsa sen qilmayman. Bu? Ha, o'g'il bolamiz qama. Xotin yo'li yonida. Zo'rda ana bitta qaranglar. Voy. Ana. Короче, o'zimizga mana bu yerga sharoit qildik. Bugun to'soqqa. Bu endi Xorazmcha osh bo'ldi. Xorazmcha osh, Baxtiyor Hoji aka, Xorazmlik. Baxtiyor Hoji aka. Qani oshingizni yeb ko'ramiz, biroz. Suzma oshmi nima deydi? Suzma. Xorazm to'ylarida tortiladigan oshlar bu. Hmm. O'zi Hoji aka aytgandek, ochib qo'y,
par bo'lib qoladi deganda. Lekin yo'q, alhamdulillah normal turibdi. Zo'r. Vaqtimiz bo'lmadi-ku, Arofatga ketdik. Hozir. Ochib qo'yishgan vaqt bo'lmadi. Hozir bir ta'mini ko'rib aytamiz-da. Buni qo'llaymizmi? Yo berganmi nima? Toshni sovormasda Baxtiyor aka. Aytadi-ku, hammaga bittadan qo'yib beribdi-da. To'yga kelganlarga. Odamlar gapirib tushungan ham. Qo'ydi berishga berding, ipini ham bersang bo'lmaydimi deb. Qo'ylab qo'yish ya. Subhanalloh. Qo'lda ham beramiz, farqi nima? Ana. Xorazm guch. Lekin hidi zo'r. Siqildida u, siqpaytdi biza zavtrdan chiqqan bitta sizlarsiz o'sha to'qmizda. Rahmat. Bu tovuq qilishga. To'chining. O'sha yursam bo'ladi. Ha? Shunday yursam bo'ladi. O'zga ham oldingizmi qay? Qanaqasini? Nimaga endi? Bir aylanib ko'rsatinglar, nima bor ekan? Yo aylanib o'ldinglarmi? O'ylab bir narsalar olaylik, qaraylik, tomosha qilaylik. 80 deydi buni. Aha. Qani? Haligi joyingizga bordik. Qani bering-chi? Mana shunday oddiysini yoqtiraman-da. Kumushmi bu? Aha. Necha pulga oldingiz? Yemin 150 davay deydi. Kerak emasdi. Aha. Bo'ldi, narxini yoz o'zing dedi. 100 deb yozdim kalkulyatorga keyin. 100 ga ber. Berdimi? Dedi 140 dedi, 120 dedi. Oxiri 100 ga berdi. Qayerda berdi? Haligi siz oladigan. Ha, Bangladeshliklar bo'ladimi? Ha, bo'ldi. Skidka zalish atmini. Inshaalloh. Inshaalloh. Inshaalloh skidka. Bo'ldi. Hammasi skidka inshaalloh. Hammasini skidka qilib beradi bo'ldi. Hozir mana shuni, xuddi shuni boshqa joydan so'rang-da, necha pul deydi. Keyin aytasiz menga. Hozir sразу marketiga kirdik. Men suv oldim. Sutli narsa olmoqchimisiz? Ichingiz qotdimi? Bu yerda ovqatlarini yeb. Nima bo'lyapti, ayting. Shunaqa? Sut mahsulotlari yaxshi ekan lekin bu yerda. Men oldim, ichib ko'rdim, zo'r. Просто mana sutni olib iching, tamom. Shunday yordam bermaganmidi u? Ayron qiladi, vayron deysiz-da. Qani mana dispetcher Umurbek qani? Короче, bir ko'rsataylik supermarketda. Mana dispetcher. Постоянно telefonda. Biznes. Yuring bir aylanib ko'raylik-chi. Qassobxonlari qanaqa ekan? Ha, meva-cheva bor ekan bu yerda. Carlsberg 0% pivo. Salat qaraylik mana. Xo'sh, mevalar, o'zimizda bor mevalar bular. Eng zo'r xurmo qaysi? Ajva. Nimaga? Hisoblanadi. Payg'ambarimiz yaxshi ko'rgan. Ha. Shifosi ko'p-da, yaxshi. Bittasini yesang, jinam urmaydi. Jinam urmaydi. Oling 1 kilo olaylik hozir. Ajva kerakmi? Ha? Ketdik, boramiz. Hozir boramiz-a? Ha, men sanatib kelaman, ko'rsatib kelaman. Yo'qda ko'p narsalar bilaman. Juda uzoqda, issiqda emasmi? Batirganlaringiz. Zo'r. Ovqat masalasida bu yerda ozgina nimada. Ular juda ham shirin. Men diyetadaku. Buni qarang, mana bu qarang. Yo'q, men kerakmaydi. Kerakmaydi. Haqqam shunaqa. Yo'q, men seriozno aytyapman. Odamlarga qo'shiling. Yo'q. Nima deyishdan qat'iy nazar bar yemayman. Ha, bitta shuni oling, hammasiga yetadi. Tashlang shuni. Hatto supermarketda haqida nima deysiz? Akkuratno, u mana zamzam uchun. Hassalar qarang. Bosh qarang-da, joy namozi 100 realmi? Mana 50 real, qarang. Men 95 ga oldim. Bu 59 ham 95. Qaymta ochib ko'ring-chi, ichi nima ekan bir ko'raylik. Kaban nimasimi deyman-da? Qani? Kabaniki mana. Men shu bitta shuni olishim kerak-da, bilasizmi nimaga? Kafega, namozxonaga. Ha? Olib borasizmi? Bunaqa qimmat emasmi? Mana bu yerda ko'rganimiz 95. Yo'q, juda ham qimmat. Nima qilaman men? Mana bular necha pul ekan? Mana qarang. Skidga ketayotgan ekan hozir. Bitta ochib ko'ring-chi. Qaysi? Mana o'tib. Bo'lmaydi, bilan. Yo'q, bir ochib ko'ring-chi. Yubkada bu. Qanday bir ko'raylik. Bo'lmaydimi? Bering, men sizga ko'rsataman qanday. Mana nima ham bor ekan. Kanistrlar ham bor ekan. Demak mana kumush. Bu ham kumush. Kumush. Bu og'ir yoki yengil? Egil. Ye- Kumush. Bu yengil. Buni bitta ko'raylikchi. 200. Real. Bu хороший. Hozir mana bir brat bilan tanishdik, ko'rishdik. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Siz birinchi o'zingizni tanishtiring. Kimsiz? Qayerdansiz? Bobur Ergashev. Bobur Ergashev. Mana shu yerda tursak bo'ladimi? 5 minut. Birinchi bo'lib Umraga piyoda kelganman. Siz kelgansiz birinchi bo'lib. Aha. Qanday bu ideya chiqqan sizga? Oldingi yil kelganman, o'sha mebelga ko'k kraska sepganman. Aha. Ozgina sog'liqda muammo bo'lgani uchun toza havo almashtirish uchun piyoda Umraga kelganman. Aha. Keyin Qozog'istonga Realni piyoda kelgansiz. Bez mashinaga o'tirmasdan. hech narsaga o'tirmaganman. Yo'q. Oxirigacha Necha kunda kirib kelgansiz? 7 oyda kelganman. 7 oyda kelgansiz. Zo'r. Xudo xolasa, hozir
hozir Nedik bilan birga kelyapdik. Nerik bilan? Aha. Qanday sizlar birga tanishib qoldinglar? Yo'lda tanishib qoldik, Amudaryoda. Aha. Amudaryoda tanishib Ketyapman dedingiz? Keyin meni ham olib keting, xalq yordam beradi dedi. Aha. 3 million kartasiga pul tushdi, shu bilan tavakkal papete keldik. Keldinglar. Hozir vaziyat qanaqa? 25 kunda yetib keldik. Kelgancha o'sha pulimiz yetdi-da. Bu yoq уже tugadi-da. Ha, shunaqa. Gap yo'q. Gap yo'q. Hozir bir video qilamiz. O'ylaymanki, kerakligicha yig'iladi. تعال تعال شيخ Короче, ما شاء الله do'stlar, ما شاء الله دقيقة normalniy soqqaga shuncha duxi oldim. Mana bu yerda ما شاء الله Bursa غصمة narxi 574. Keyin ikkita oldik bundan. Bundan mana ikkita. Ikkita. Ha, keyin yana mana bunaqa duxidan oldik. 484. Bundan ham ikkita. Yana olmoqchi edim, unga уже pulim yetmadi. Shuni o'zi normalniy soqqa bo'lib qoldi. Так что спасибо. Thank you. ويلكم حياك الله Gavyo. Ну-ка, покажите. Шейх. Спасибо. Завтра вернусь. Заберу этот. شيخ رستم ما شاء الله. Gavyo. Stop. أهلا Rahmat. وسهلا أهلا وسهلا Rahmat. حياك الله Tomorrow ان شاء الله رستم. Inshallah. Two women. Tomorrow. My English is not good. Rasam kim keldi? Boysari. Assalomu alaykum. Boysari keldi. Nima aka? Tushirmasangiz. Kameradan qochadi. Boysari keldi. Qanday bunday bo'ldi? Xudoning xohishidan. Gap yo'q. Молодец. Xudoning xohishi. Shunaqa. O zaman birga asr namoziga kelyapmiz. Bilan asr namoziga kelyapmiz. Bilan O'zbekistonga ketamiz. Xudo xohlasa, O'zbekistonda Toshkentda ko'rishimiz kerak. Toshkentda bir ikki ishlar qilib, keyin Vodiga o'tib kelasizmi bilan? Hech problem emas. Demak, Boysari. Siz gostinitsangiz bu yerda soatda. Mana. Qaysi biri? Mana shu yer. Kuniga qanchadan oldingiz? 200 dollar. Hozir kuniga 200 dollar sharoitini ko'ramiz qanaqa. Endi ko'pchilik soatdan dedi-ku. Bu yerda yana отдельный joyga kirdik. Bu lift уже gostinitsalar uchun. 24. Ichi qanday Boysari? Bular yaxshi emas, yomon emas. Bular 3,5 tur qo'ysa bo'ladi. Dahshat emas, to'g'ri. Olmaz. 200 dollarlik emas deysiz-da. Yo'q, arzon 200 ga. Bismillah. Lekin yomon emas. 200 ga. Bu yoqdami? Dush tualeti. Bu tarafchi? Bu tarafda yo'q, bu tarafda-da. Qancha dush tualet? Yo, normalniy, Boysari. Bu yerda o'zinikimi? O'z bilan olib keldingizmi? O'zim bilan olib keldim. Ayoqda nima qilish uchun-da? Ayolmasdan. Просто ozgina vid masalasida. Vid masalasi endi nargi tomondan olish kerak, bu qimmat-ku. U qancha? Shu 300-350 bo'lsa kerak. 300 bor. 300 bor. Bizni ko'ryapsizmi, fanlarimiz bu. Siz soatingiz bo'lsa. Xullas biz toqqa chiqib ketyapmiz. Bunaqa shom payti quyosh botishini dahshat vid bo'lar ekan. Hozir shu yoqqa ketyapmiz. Ko'ramiz hammasini. Yaxshimisiz? Ishlaringiz sog'li. Siz o'zingiz tanishtiring birinchi. Kimsiz? Maşallah kim kamera? Ha, qayerdansiz? Men Abdulla Andijoniy. Andijondan. Bir necha yildan beri shu Makka shahrida istiqomat qilamiz aka. Aha, bu yerda o'qiysizmi yo'q, qanday Yo'q, bu yashaysiz? yerda faqat yashaymiz, shu ishlar, asosan ish. Ziyoratchilarni joylashtirishlik, ularga shunaqa VIP paket, xos paketlar, umumiy paketlar tayyorlab berishlik. Aha. Shunaqa bilan shug'ullanamiz. Soatda hozir necha puldan simasasak bo'ladi kuniga? Xo'p, soatni hozir kunda 200 dollar atrofida. Bir kunga. Ha. Ko'rdingizmi, qimmat olgansiz baribir. Taxminan shunaqa narx. Soatdan olgan 200 dan ko'proq beryapti, lekin vid yo'q kabaga. Ha, nima aka? Nimaga Kabaga qaragan bo'lsa, salgancha qimmatroq yuradi. Keyin bitta narsa bor, bu yerda qo'ldan qo'l bo'lib chiqadi baribir. Ha, ko'proq bo'lib ketadi. Siz bookingdan oldingizmi? Yo'q, o'zlari. O'zlarini ichkariga kirib istiqbolda oldingizmi? Reseptiondan. Mana mashigasini ham biz narx biron qilib bergandan ko'ra reseptionda taxminan bir 2 barobar bo'lmasa ham shunaqa qimmat sotishadi-da. Ha, reseptionda. Biz endi shirkat hisobida olamiz bularni. Ularga skitkasi bor. Ha, biz olishligimiz bilan, misol har qanday ingliz tilini zo'r biladigan odam ham kirib turib xohlagan mehmonxonaga olsin,
Ha, biz ashuni salkam yarim pulga olamizda buni. Men qarang, dahshat viddan bir kunga olib berasizmi? Biz ikkovimiz bu yerda yashaymiz. 22-chisiq kuni. Bo'ladi aka. Bo'ladimi? Bo'ldi. Agar xohlasa, Taksi olib kelamiz. taksi bilan keladi. Yo, olib kelamizmi borib? Kech bo'lib ketmaydimi? Yo'q, yo'q. O'zi zotan sizlarga nasib qilmayapti. Quyosh yo'q 2 kundan beri. Ha? Kech borsa ham nimasi yo'q demoqchiman. Bari kechqurunda chiroyli ko'rinadi. Qay farqi olib ketamiz bo'lsa. Qayerda ekan u? U ana nima edi? Ajmamida. Anjumdami? Anjumda. Ha, точно Anjumda. Telefon qiling, ayting boryapmiz. Kelinglar deng. Nech pulga oldingiz mashinani? Kech olib keldingiz-mi borib? Yo'q aka, bu mashina eski mashina. Ha, eski mashina. Sotib yuborganman. Ha. Xo'p, hozir vaqtinchaga minib turay deb oldim. Bitta mashina olib kelishga ketdingiz-ku? Mashina olib kelishga ketdim. Chiqishimiz kerak. Mashinani auksionda o'ynab qo'yib, nima qilganman? Olib, olib chiqib ustaga berib kelganman. Bu mana shu nima uchun? VIP nimalarga xizmat ko'rsatishlik uchun Ha. oldik uni. Anaqa mashina oldik. Cadillac. Cadillac. Cadillac Escalade. Nech pul endi bu yerda mashinalar qimmatmi, arzonmi bu yerda? Mashinalar bu yerda siz odatda Rossiyada yurasiz ekan, Aha. bu yerga nisbatan qanaqa bilmadim, lekin umumiy holatda mashina arzon. Arzon bu yerda. Ha. Cadillaclar nech pul hozir? Nechchi yil, nechta qancha probek? 19-yil, xo'p, 130 ming yurgan Cadillac Escalade'ni bu yog'i menga 30 minglarga bormayapti. Yo'q, Shunaqa. Вообще ko. 130 ming yurgan 19-yil Cadillac Escalade. Qancha arzon ekanda? Ha, bu yerda arzonroq. Arzon, Endi ular nimada bo'ladi? Dubay raqamida bo'ladi. Agar Saudiya raqamida bo'lsa 5-10 ming dollar qimmatroq. Ha. Farqi bormi endi u Dubay raqam? Gay ko'p to'xtatadi, kam to'xtatadi, shunda-da gap. To'g'risini aytsam, Dubay nomer bo'lsa nabarat yaxshiroq. Ha. Chunki mehmon deydi Dubay. Ha. Dubay nomeri boshqa ham Dubay nomerda. Bular mehmon deydi. Yo, arzon ekan lekin. Ancha nima qilishadi, yengillik beradi. Siz endi anchadan beri shu yerdasiz. Ha, shunaqa. Necha yildan beri? Qancha bo'ldi ekan? Hozir Alloh alam 3-yildan o'tib shekillik. Nima ish bilan kelgansiz birinchi marta? Aka, men birinchi o'zi Istanbulda o'qirdim. Undan keyin bu yerga umra qilgani kelganman. Aha. Umra qilgani kelib, shu jarayonni qolib ketganman qanaqadir. Shu umra qilib o'shandaylar qolib ketgansiz yo'q, borib kelib? Yo'q. Umra qilgani kelganimda, xullas umra qilgani kelganimda uyimdagilar ham kelishgan. Ana shunda shu tur firmada 50 boshi juda ko'p narsalarda eplolmaganda. Aha. Keyin men o'zim mehmonxonalar bilan gaplashib, chiqib bu narsalarni bitirganman. Tilni bilasizmi? Ha. Bitirib berganimda, endi hozir 50 boshda nimalar ko'payib ham ketdi-ku, bu paytda bu darajada emas edi. Ha, yo'q edi. O'sha paytda shirkatni o'zi kelgan aytgan, nimadagi xodimi, siz boshliqni olib kiraman, olib kirib gaplashganmizda, "Razi bizga kerakli odam ekansiz. Ham yosh, ham shu tilda yaxshi biladigan bolalar kerak. Bizda qolib ishlab bering." Uylanganmisiz? Ha. Siz ham shu xotin o'qisiz-da? Nima deysiz? Farzandlar bormi? Bor aka. Nechta farzandingiz bor? Bir dona. Bir dona. Ular ham shu yerda yashaydi. Yaxshi. Shu bilan shu tur firmaga kirib qolganmiz. Keyin bir qancha vaqt tur firmada ishladik, keyin tur firmadan chiqib ketganman. Ya'ni o'zim xususiy bo'lib qolganman. O'zim mehmonlarimga joy tayyorlab berib, keyin tur firmalariga paket tayyorlab berib. Hozir sizga primo chiqsa, biletni olsa, o'zi kelsa, polni kutib olib, aylantirib hamma narsa nima qilib berasiz-da, to'g'rimi? Shunaqa aka. Endi qayerlari bor mana Makkaning chiroyli joylari, misol endi biz bilmaydigan, ko'pchilik ko'rmagan, bilmaydigan joylar qayerga borsak bo'ladi? Xo'sh. Odatda ko'pchilik bormaydigan joy, Makkada deyarli joylar ko'p emas. Bor joylarga hamma ham boradi. Boshqa joylarga boramiz desiz, borsa bo'ladi. Masalan, o'tganda aytdim-ku, Toyifga borsa bo'ladi. Toyif qayeri u? Toyif shu yerdan 100 kilometrdan oshiqroq boshqa shahar. Aha. Bu ham juda o'ziga yarasha tarixiy shahar. Payg'ambar alayhisalom bilan bog'liq juda ko'p voqealar bo'lgan bu yerda. Bu yerda ham bir qancha ziyoratlar bor. Endi nimalar borishmaydi. Odatda ko'pchilik bormaydi. Ko'pchilik bormaydi, ziyoratchilarda ham borishmaydi, firmalar ham. Uzoqligi uchun. Uzoqligi uchun. Lekin Allohning bir qudrati bor-da. Qarang, mana bu yerda havo aynib yomg'ir yog'ib tursa ham issiq bo'ladi-da. Hozir taxminan bir 30-35 kilometr yurgandan keyin Perevol boshlanadi. Toyif Perevoli. Perevolga shunday chiqasiz, yog'i sovuqda. Bu yoqda 50 gradus. Hamma joy yam-yashil ekan. Ha, bu yoqda 50 gradus bo'lyapti, shuni siz yomg'ir yog'ayotgan bo'ladi.
yoqdi. Keyin ham yo'q. Haqiqatdan shunaqa yashil zona. Ko'p holatda ziyoratchilarni kelgandan keyin anaqasi shunaqa bo'ladi. Men onu bilaman. Mendagi davleniya chiqib tushmaydi-da, lekin Ka'baning atrofida bosadi ular. Eng chuqur joy shu yerga. Endi Ka'baning atrofi bosadi. Issiq, keyin eng issiq joy o'sha. Quyosh bo'lsa. Yana bitta savol sizga biznes masalasida berdi. Masalan, qanday qilinadi biznes? Qaysi bizneslar ya'ni? Masalan, kuxня qilaylik desak, o'zbekskiy kuxня. Kafe ochamiz desak, Bu yerda bunaqa narsalarda odatda bitta arab bilan hamkorlikda ochiladi. O'zimiz ishlamay ocha olmaymiz. Yoki o'zingizga xos iqomani xos olishlik kerak. Ana shundan keyin siz o'zingizga xohlagan nimangizda ko'chmas mulklarni ham hattoki olsangiz bo'ladi. Iqoma olish uchun nima qilish kerak? Iqoma olishlik uchun, xo'p, agar iqomani ham turlari bor. Siz umuman mustaqil ravishda bu yerda anaqa qilmoqchi bo'lsangiz, $130,000 atrofida mumkin turadi. 100 yillik iqomasi bor bularning. 100 yillik. Iqomani qo'lingizga olganingizdan keyin 100 yillik beradi uni. Ana shunga keyin xohlasangiz, xohlagancha nima qilsangiz bo'ladi. Ya'ni xuddi o'zini fuqarolardek ko'p huquqlarga ega bo'lasiz. Ko'chmas mulklar olsangiz bo'ladi. O'zingizga nomingizga uy olsangiz bo'ladi. Ko'hna qilasizmi yoki har qanday joy sotib olib turib bu yerga biznes qilasizmi? Shunaqa qilsangiz bo'ladi. Agar bu narsa bo'lmaydigan bo'lsa, endi unda shunaqasi bor yoki bo'lmasam fuqarolik bor, arablar bilan hamkorlikda qilasiz, shularning nomiga qilasiz. Sizda nima hozir? Bizniki viza oddiy. Oddiy viza. Рабочий vizami yo unaqa vizami? Bizniki faqat ziyoriy viza. Ziyoriy viza. Bu necha kunga beriladi viza? 3 oylikka beriladi. 3 oylik 90 kun. 90 kunlik beriladi. Biz 90 kun. Har 3 oy borib kelasizda? Ha, shunday işte. Har 3 oy chiqib kelish kerak. Ha. Bu yerda qanday registratsiya biror narsa qilinadimi yo'qmi? Yo'q, illoki iqoma olsa bo'ladi. Iqomani ishchi qilib olsa bo'ladi, faqatgina bu yerda ozroq muammolari bor-da. Misol uchun bitta shirkatga ishchi qilib 2 yillikka iqoma olsa, ofisdan ish joy bo'lishi kerak. Ana shu ishda ishlashingiz kerak. Undan keyin u shartnomangiz tugamaguncha ixtiyor bilan tashqariga chiqib keta olmaysiz ham. Chegaradan siz Saudiya chiqarmaydi. Chunki ana shu odamni ruxsatsiz qo'yib yubormaydi sizni. Yaqinda bir voqea bo'lgan, bolalar ishlagani kelishgan oshxonaga. Kelgandan keyin kelishuvlar bo'lmagan. Ishlar yoqmagan. Ular aytgandaqa bo'lmagan. Keyin bolalar nima qildi? Ular uyda nimasi bilan ish shirkat bilan urushib ketgan, janjallashib ketgan. Keyin menga bilet olib bering deydi, biletni olib berdim. Tushib ketgan Saudiyada chiqarayotganda haligi shirkatning boshlig'i qani degan. Yo'q degan. Yo'q, o'zi chiqib keta olmaysan degan. Senga 2 yillik anaqa bergan, shartnoma bergan. 2 yil shu yerda ishlab berishing kerak. Qoch keta olmaydi hamda. Keta olmaydi ham. Shu illoki shu anaqada ishlash kerak. Pullikda, shartnomalar pullik. Shunisi sal qiyinroq bo'lganligi uchun biz 3 oyda bir kirdi chiqdi qilib boshqa davlatga chiqib kelib yursak ham, shunisi qulayroq, o'zimiz ixtiyorimiz o'zimizda bo'ladi. Xohlagan payt chiqamiz, xohlagan payt kiramiz. Biz bilan birovdan qilmaydi. O'zingizga yarasha bergan ham qiyinchiliklar bor ekanda, ha? Bor. Bu yerda bozori ham bormi? Bozor bo'ladi-ku, o'zimizda bozorlar bo'ladi. Shunaqa bozorlar bormi? Kakiya degan bozori bor. Bormadinglarmi? Yo'q hali. Endi borasizda? Allohga boraman inshaalloh. Jamiki bozor shu yerda. Yo'q-e? Hamma narsani bozori shu yerda. Misol hozir oshxonalar bozorlik qiladi, ya'ni mehmonxonada ovqatlar berilyapti. Shularda ham ko'pmi bozorligi shu kakiyadan qilinadi. Kakiyadan qilinadi. Hamma bozor, ya'ni produktiv bozor bo'lsa yoki boshqa bozorlar bo'lsa, anaqa buyumlar bu yana qanaqa tur bo'ladigan bo'lsa, hammasi o'sha yerda. O'sha yerda bor. Hop, undan keyin anaqasi ham bor. Sovg'a salom sotadigan nimasi alohida. Bu yerda asosan shu narsa endi Saudiyada. Ziyoratchilar uylariga podarka olishadi. Unaqa narsalar ham bor. Teparog'ida oldinlari anaqa ham shu yerda bo'lardi. Hayvon bozorlari ham shu yerda bo'lardi. Hozir hayvon bozor bu yerda qanaqa hayvon? Ya'ni qo'y bozor, mol bozor deydi. Shunaqalar. Sher sotib olsa bo'ladimi bu yerdan? Yo'q, bilmadim lekin unaqasidan hali to'g'ri. Maymun, sher mana shunaqa narsa olib ketsa bo'ladi-da. Olib keta olmaysizmi? Ular maymunlar lekin juda ko'p. Bu yerda? Madinadan keldinglarmi sizlar? Ha? Yo'lda ko'rdinglarmi? Yo'q, maymun ko'rmadim. Yo'q, maymunlar ko'p. Gohida shu bir gala bo'lib chiqib, yo'llargacha to'solib, mashinaning ustilariga chiqishadi. Yo'q, ko'rganim yo'q. Talab odamlar. Shunaqa. Haligi odatda ziyoratchilar bu narsa beradi, banam beradi, boshqa beradi. Shunga o'rganishgan. Shu bir gala bo'lib kelib, chekkaga to'xtasangiz, mashinangizni shunday qoplab chiqishadi-da. Zo'r. O'rbeklarni ham majburlab olib chiqdim mana.
Yutuk bosdik bo'ladi. Utik faqat utik qiladi o'zi. Xullas, birinchi taom badas kalom deyildi. Ovqat yeyishga boryapmiz. O'zbek kuxniyaga. To'g'rimi? O'zbek kuxniyaga borib, ovqatlanib, o'sha yerda namoz o'qib, keyin biz o'zi вообще quyosh botishini kutuvdik. Quyosh yo'q. Qani quyosh? Quyosh yo'q. Shunga endi kechki nimani ko'ramiz. Kechki holatini, kechki fonini ko'ringlar. Chiroyli ha kechasi. Agar yaxshi quyosh chiqib bersa, bir kun nimani ham chiqaveramiz inshaalloh. Bo'ldi. Kurashda tur. Mana shu o'zbekskiy kuxniyami? Bu uyg'urskiyni oldim. O'zbekskiy, uyg'urskiy blюдо. Ha, ikkalovi ham bor. Farqi nima? Uyg'urlari ham bor, uyg'urlari ham bor. O'zbekka keladi, baribir. Toshkentda ko'psi uyg'urku o'zi. Shunaqa. Yo bismillah. Mana shu yerlar ham kvartiralarda, to'g'rimi? 450 ming dollar dedingizmi? Yonimizdagi kvartira 450 mingga sotildi. Shu yo'lni narigi betida. Mana bu Alayam gazetasi O'zbekiston davlat hojilari tushadigan nima? Ha, mana shu Narigi beti biz yotgan joy. Ha, bu narigi beti. Narigi betida. Qani? Boshlang hoji aka. Shu bola eng zo'ri deb olib kelyapti aka. Yaxshimisiz? Ishlaringiz? Ha, bu tepasi ham bor-a. Shundan bitta restoran qo'yiladi-da. Kitayda ko'p ko'ruvdik. Biz taomlarni yeb ko'rib aytamiz. Menyuni ko'rsak bo'ladimi? Qoraga tanlaguninglarcha choynonni aytinglar kelib turardi. Qorajon choy. Mana qarang, nomeradigan ovqatlaringlar qanaqa? Eng zo'ri qovurmalarmi buraga? Qovurmalarmi? Eng zo'rimi? Tavsiya beraman, Uyg'urlar o'zi qiladi. Uyg'ur akalar o'zi qilsa, go'sht, bolgarskiy tirik. Sveji qo'rib beradi shuni. Sveji bor. Ha. 5 barmoq ham bor ekan. Voy, mana. Ana, gap yo'q. Rahmat. Boshlandimi-ku? Yeb bilsangiz bo'ldimi? Oh, mastavani moshinasi bo'ldi-ku. Bu yerda qovurmalar umuman. Mana nima deysiz nomini? Say. Go'stsay. Bizga yoqimli ishtaha, hay. Ovqatlanib chiqdik. Hozir qayerga ketamiz endi? Xo'p, aka, hozir birinchi Rojihiy masjidiga boraylik. Aha. Inshaalloh u yerda Rojihiy tarixi bilan biroz tanishib, xufton namozini shu yerda o'qib, undan keyin tog' ustiga chiqib ketaveramiz. Bo'ldi. Namozga 42 minut vaqt qoldi. Ketdik. Hozir qancha pul topishini so'raymiz. Taksilardami? Mana qarang, necha pul topasiz o'ziga? Aka, Alloh bergani deydi. Yo'q, hayır, endi tushunyapman. Misol xarajatingiz qancha bir oyda? Bir oyda xarajatim taxminan shu 1,5 ming dollar atrofida. 1,5 ming dollar. Значит, bir 5 ming dollar topasiz-da. Ну 3-4 ming, 5 ming topasiz-da endi. Bu yerda endi qarang-da, nima ishlar qilsa bo'ladi? Mana o'zbek keldi. Nima ish qilsa bo'ladi bu yerda? O'zbeklar keladigan bo'lsa, endi birinchidan bu nimaga bog'liq? Turizmda ishlaydigan akalar bo'ladigan bo'lsa, shu masalan ob'yemi bo'ladigan bo'lsa, mehmonxonalarda yillikka sotib olib turib ishlasa bo'ladi. Ha, uni eshitganman. Ha. Endi u uchun pul kerak. Uncha pul kerak. Yo'q, katta pulsiz. Ha, oddiy nimada keladiganlar. Aytmoqchimisiz? Da. Oddiyda keladiganlarga bilmayman endi, agar til bilishlik ham unchalik shart emas, kelib ozroq tajriba qiladigan bo'lsa, asosan shu turizmning ichida-da, tur firmalariga Основной biznes bu yerda turizmga qarab. Turizmga. Bu yerda boshqa narsa yo'q. Bularda o'zlari uchun ham asosiy ish faqatgina turizm orqasida. Ha, bu masalan magazin ochsa bo'ladimi? Magazin ochsangiz ham bo'ladi, lekin unaqa zo'r bo'lib ketishligini bilmayman. Ki qarasiz magazinlarda ham faqat nimalarda ko'proq bangallar yoki boshqa bir nimalar. O'rtacha oylik necha pul berdi? Agar rasmiy ishlarda bo'ladigan bo'lsa, oylik juda past. Qancha? Oylik juda past. Qancha desa bo'ladi? Ya'ni qora ishda past, lekin yaxshi ishlarda oylik baland. Masalan, bir akamiz bor, o'zbek akamiz. Aha. Doktor. Aha. Akaga hali bolalarini o'qishligi, yilda bir oylik mehnat ta'tili O'zbekistonga borib dam olib kelishligi, hamma shunaqa xarajatlardan tashqari oyligi 5 ming dollardan oshar ekan. Ha. Rasmiy ishda ishlaydi. Lekin qora ishda ishlaydiganlar orasida o'zbeklar ishlamaydi, lekin ularda oyligi juda ham past bo'ladi. Juda ham past, qancha? 300 dollar. 200-300 dollar. 200-300 dollar. Shuning uchun qarasangiz faqatgina nimalar, bangallar, hindlar ishlaydi. Bangallar. Nimaga bangal deydi ular? Chunki davlatning nomi Bangladesh. Ha, xo'sh, ular bangal. O'zbeklar deganda Bangladeshliklarni bangallar. Bu yoqdan shu Savrga chiqib ketadigan yo'li bor. Qayerga chiqib ketadigan? Savr tomonga. Sabr tog'iga. Bu yerlar vaqti shahar bo'lyapti-ku, qarang. Ha, bizga yarasha chiroyli joylar.
Bir endi qimmat rayonlardan bittasi hisoblanadi. Mana hozir biz qayerga keldik? Xo'p, aka, bu joy Rojihiy masjidi. Rojihiy. Sulaymon Rojihiy degan odam o'tgan. Aha. Buni tarixi juda ham ajoyib. Saudiyaning eng katta milliarderlaridan biri. Eng katta milliarderlardan biri. Ha. Ya'ni prezidentni nimalari bilan o'zi bilan birga yuradigan eng katta topoviy Aha. milliarderlardan biri. Bu odam olamdan o'tib ketgan. Shu odam qurdirgan masjidlardan biri. Masjidlardan biri. Ha, u odamni Saudiya hududida qurgan masjidlari, madrasalari juda ham ko'p. Ha, yo'q-e? Juda ham ko'p. Undan keyin ana shu nimadagi eng dunyoga mashhur Guinness rekordlar kitobiga kiritilgan 200 ming tubdan oshiq xurmosi bor xurmo bog' ham aynan mana shu kishiga tegishli. Ha, yo'q-e? Shunaqangi katta 200 ming tubdan ortiq xurmosi bor. Ularni hammasini shu Allohning yo'lida vaqf qilib ajratib qo'ygan bu odam. Uni jamiki ta'minotini qiladi. Ha, undan tushadigan mablag'ni bo'lsa faqatgina yaxshilikka vaqf qilib yaxshilikka ajratadi. Zo'r. Shunaqangi ishlar juda ham ko'p. Xo'p. Bu odamni o'zini dunyo ommaviy axborotiga tanitganish mashhur voqeasi bor. O'zi aytib bergan voqea. Aha. Juda kambag'al odam bo'lar ekanda. Juda ham kambag'al odam bo'lar ekan. Shu yoshligidagi bir voqeani aytib beradi. Maktab paytida 3-4 sinf paytlarida 1 riyaldan ustozi pul yig'ib ularni bir nimaga sayohatga olib chiqar ekan. Ana shunda shu 1 riyalda deydi, men berishlikka imkoniyatim yo'q edi. Ya'ni oilaviy holatda shu 1 riyalni berishga ham imkoniyatim bo'lmagan. To ana shu kuni kelar ekanda ustozi pullarni yig'ib bolalarni yo'liga tayyorlab turgan paytida bu bola pul bera olmaydi. Ana shunda haligi ustoz bunga aytar ekan, o'zi shunchaki berib qo'ysa bolani mana oldida izza qilmaslik uchun senga deydigan bir savol beraman. Bir savol beraman. Savolim javobini topsang 1 riyal mukofot beraman. Bu bolaga savol beradi, oddiy 2 ga 2 ni qo'ysa necha degandek savolni beradi. Javob bergandan keyin haligi 1 riyalni bunga beradi. Shu bilan ketdi. Bu bola bu bilan ketadi. Undan keyin bu moliya institutida o'qib juda katta natijalarga erishib ketadi yoshligini o'zidan olib. Va yoshligida mana shu nimani Rojihiy bankini asoslagan. Saudiyadagi eng mashhur banklardan, islomiy banklardan biri Rojihiy bank. Saudiyadagi eng mashhur, eng katta banklardan biri. Mana shunga asoslagan. Zo'r. Undan keyin kunlarda birida haligi nimasini voqeani eslaydi ekanda, ustozini eslaydi. O'zini qishlog'iga boradi, ustozini qidirib boradi. Borsa bir chekka bir nimada yashayotgan bo'ladi. Xarob bir kulbada yashayotgandek bo'ladi. Taqillatgandan keyin ustoz chiqarkanda men tanidingizmi desa uni tanimaydi. Rojihiy tanimaydi. Ha, Rojihiy tanimaydi, endi katta kishi bo'lib ketgan. Keyin shu yerda yashayapsizmi ustozdan hol ahvol so'raydi ekanda, qanaqa holatdasiz desa, ustoz nihoyatda qiynalgan holatda bo'ladi. Ya'ni o'g'illari bo'lmaydi, qizlari chiqargan, yoshlari ulug' bo'lib qolgan, ishdan qolgan. Juda qiyin holatda uyimni nimasiga nima qila olmayapman, ta'minotimga pul yo'q, shunaqa bir nimalar dardlarni aytar ekanda. Keyin ustozni yetaverdi, olib boradi. Shu nimani eslaysizmi deydi shu voqeani. Deganda eslab turib, shu Sulaymon senmisan deydi. Yosh nihoyatda qarab qolgan bo'ldi. Ha, menman. Yuring siz bir joyga olib boraman deb bir katta villaga olib boradi ustozini. Olib boradida olib kelib turib, mana shu villa sizga deydi. O'zi meni yurgan mashinasini beradi. Shu mashina sizga. Undan keyin o'zini bankiviy kartasidan beradi. Umringizda oxirigacha mana shu bank bemalol yashaysiz. Bemalol yashaysiz. Nimaga bo'lsa muammosi yo'q. Ya'ni bankning 1 riyal shu investitsiyada bu. Ha, albatta. To'g'ri investitsiya. Ustoz haligi joyda yig'iladi. Xursandchilikda yig'ilgan ustoz deydigan, qanchalik xursand bo'lyapsiz bu narsadan. Siz nihoyatdagi nimasini tasvirlab bera olmaydi ustoz. O'shanda aytar ekan, "Vallohi aytaman, shuncha bergan narsam sizni meni 1 riyal olgan paytimdagi xursandchiligimchalik xursand qila olmaydi." Chunki ana shu kundagi 1 riyal men uchun butun dunyodan ko'ra yaxshiroq edi. Ana shu kundagi 1 riyal hozir men sizga butun dunyoni olib kelib turib sizga berib qo'ygan taqdirimda ham ana shu paytdagi 1 riyallik xursand bo'lganimchalik xursand bo'la olmaysiz deb bir mana aytib bergan shu bo'lgan voqeasini. Zo'r. Juda ommalashgan bu narsa. Zo'r. Jasur. Men sizga bir taklifim bor. Men sizga 1 riyal beraman. Siz uni ehson qilasiz. Inshaalloh. Va videoga tushib qoldi shu joy. Katta inson bo'lib ketganingizdan keyin Inshaalloh. Meni eslaysiz. Gap yo'qda. Yo'q. Bu odam maktablari, madrasalari juda ham ko'p vaqt. Juda ham ko'p. Ana shulardan biri shu xurmo bog'i. Shu yerda borda xurmo bog'i. Boshqa yerda, boshqa viloyat. Boshqa viloyatlarda. Masjidlarga kelsak, hozir darslari, muazzinlari, imomlarini ham eng mohirlarini qo'ygan. Inshaalloh hozir xufton vaqtiga oz qolyapti. Kelganda eshitasiz. Haramdan keyin eng mohir imomlar, eng mohir muazzinlar aynan mana shu yerda. Mana shu yerda. Dahshat.
Zo'r. Oldida ham juda ham zo'r qilib qo'yibdi, odamlar mazza qilib o'tirishyapti. Demak, men hozir masjidga kirib, uje emotsiyani olib chiqdim. Instagramga video qilib chiqdim. Eschu Instagramga mana kiringlar, obuna bo'linglar. Eng qiziq, eng birinchi Instagramda chiqadi. Ketdik bo'lmasa, masjidning ichini ko'rsataman. Kirgandan qaranglar qanaqa. Toza. Muzdagicha. Namozgacha 3 minut qoldi. Xufton namozgacha. Lekin ichi haqiqatdan ham juda ham toza, hidi. Vay. Juda ham приятный. Masjid. Bizi bo'lgan. Hammasi telefonda. Nimadir qilyapti. Ibodat. Alhamdulillah. Hozir mana birinchi safga o'tmoqchimiz. Demak, namozlarda ham uni o'qib, endi sekin toqqa qarab yo'l oldik. Hozir qayerga boramiz? Toqqa chiqamiz aka, Jabal. Nima tog'dan? Handama deydi u tog'ni. Jabal Handama. Ha, Handama tog'i. Jabal degani tog'. Ha, Handama toqqa ketyapmiz. Ko'rinadi shu. Ha, yo'q. Chiroyli ko'rinadimi? Borganda ko'ramiz hozir. Obunachilar ham aytishadi, buni qanday chiroyli ko'ringanligini. Bo'ldi. Hozir ko'ramiz. O'ylaymanki, o'zi mana shu toqqa chiqamiz deb chiqqanmiz. Yo'lda sarguzashtlar ko'payadi. Yaxshi-da? Qo'shilyapti yangi. Yaxshi-da. Men birga dadam bilan akamga olib kelishim kerak ekanda. Bir ko'yizga berib o'raman. O'z bir aylantirib chiqasiz. Mana shu kechasida. Hozir mana toqqa chiqib ketyapmiz. Bu qanaqa ko'chadan chiqdik? Ajiyat ko'chadan. Bu yerda piyoda ham chiqsa bo'ladimi? Piyoda chiqsa, naryoqdan chiqadi, uni anaqa. Ha. Safo Marva tarafdan chiqsa bo'ladi. Yani to'g'rida soat. Hozir mana shu tepaga qarab chiqib ketyapmiz-da. Odamlar turishdi. Yana teparoqqa chiqib olamizmi yo? Shu yermi oxiri? Yana bitta tepasi chiqaylikmi? Uni yoniga ham chiqsa bo'ladi. Bu yerda soldat bor emasmi? Yo'q, o'tkazadi inshaalloh. Ketdik. Bak teparoqda yana boshqachada. Demak, mana eng tepaga chiqdik. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Ha, ishlar yaxshimi aka? Sog'lar, kayfiyatlar. Qayerdansizlar agar nima bo'lsa? O'zbekistondan-da. Qayerdan? O'zbekistondan. Zo'r. O'zbekiston Mana bit. Rosa o'tirib gaplashdik. Qanchadan beri o'tiribmiz shu yerda? 1 soatdan beri o'tiribmiz. Hozir Masharipov bir nima o'tirib bir fikrga keldik. Nurtog'iga bormoqchimiz. Mana qarang. U kunduzi issiqda chiqolmaymiz. Kechasi hozir chiqib bir ko'rmasak u yoqda. Uzoqmi bu yerdan? U prosta toqqa chiqish kerak ekanda. Chiqish kerakmikan? Unga piyoda chiqiladi. Ha, chiqadi xo'ja aka. Sizchi? Bilasizmi? Chiqaman. Ko'tarib olib chiqaman yelkamda. Videoga olib ko'targan. Ko'tarib olib chiqaman men do'stimni. Shuni orqamga ketyapti mana. opo chiqib olasiz. Siz videoga olib qo'yasiz keyin ko'targanni. Men qaranglar. Hozir bu yerda qattiq nima ketyapti-da, bu chiqolmayman deyapti. Ko'tarib olib chiqamiz deyapman. Yo'q, siz o'zingiz aytdingiz, ko'tarib olib chiqaman dedingiz. Yo'q, men ko'tarib olib chiqaman, ko'tarib olganimcha-da. Yo'q, ko'tarib olib chiqaman. Ketdikmi? Bolalar yana qachon ko'ramiz? Sizlar vash tushunmayapsizlar, qayergamiz, nima qilyapmiz? Ha? Tepasigami? Nurtog'iga boramiz-da hozir. Böyle yetadi bu. Boysari nima deyapti? Boysari? Uyqusi kelyapti. Qanaqa uyqusi kelyapti? Sizlar Ketdik, bilasiz. turinglar ketdik. Boramiz. Nurtog'ini uzoqdan ko'rinishi. Nurtog'ning tepasida nima bu? Ichida-da endi boradigan, chiqadigan joyimizda. Unda Xiro g'ori joylashgan. Ha? Nurtog'ning tepasida Xiro g'ori joylashgan. Xiro g'ori. Ayyo. Aha. Bu o'sha nimada birinchi bo'lib vahiy nozil bo'lgan joy. Xiro g'ori.
eng birinchi bo'lib vahiy nozil bo'lgan joy aynan shu joy. Oddiy qilib aytganda Qur'on tushgan. Ha, Qur'on Jibril alayhissalom birinchi marotaba yer osmoniga tushganligida vahiy nozil bo'lganda, aynan mana shu joyda bo'lgan shu voqea. Odamlardan xoli bo'lib qolishligini xohlab qolar ekanda, ya'ni odamlardan xoli bo'lishligini xohlaydi ekan. Va shunda aynan mana shu nimani tog'da tanlagan. Nimani? Nur tog'i. Chunki bu Makkadagi haramdan ko'ra uzoqroqda va eng baland odamlar odatdan u yerga chiqmaydigan joylar. Odamlardan xoli bo'lishlik uchun, hali insonlarda nimalarda shirklarni, amallardan ko'rmaslik uchun shu yerga chiqib kunlab shu yerda Alloh taologa duo qilib, ibodat qilib qolib ketar ekan. Ana shu jarayon 6 oy davom etgan. Va shu jarayonda bizga haligi ibrat bo'ladigan nimalardan biri Hadicha roziyallohu anha. Aytamiz, Hadicha roziyallohu anha jannat ayollarining sayyidasi. Shuni haligi sabablaridan bittasida, ya'ni bu martabaga erishishlik o'zi oson emas. Payg'ambar alayhisalom aytadi-ku, erkaklardan juda ko'pchilik kamolot darajasiga yetgan deb. Lekin ayollardan kamolot darajasiga, ya'ni komillik darajasiga yetganlar 4 ta. Mutlaq jannatiy bo'lgan ayollar 4 ta. Ular mana shu Hadicha onamiz, Fatima roziyallohu anha, Osiyo onamiz va Maryam onamiz. Va bularda ham eng sayyidasi Hadicha roziyallohu anha. Shuni sabablaridan birida Rasululloh alayhisalom shu yerga chiqishni xohlar ekanlar, chiqib ketar ekan, bir necha kun qolib ketar ekan. Endi holatni qarang. Hadicha onamiz ana shu vaqtlarda 55 yoshlarda bo'ladi. Rasulullohdan 15 yashar katta. Rasululloh alayhisalom 40 yoshga to'lgan paytda 55 yoshlarda mana hozir nimadan qancha yurib kelyapmiz? Yo bu yog'i 13 kilometr yo'l yurib kelyapmiz. 13 kilometr joyga kelib Rasulullohdan xabar olib, yaxshimisiz, yaxshi o'tiribsizmi? Yemoq, ichmoq, ovqatlarni olib kelib, shu g'orni ustiga olib chiqib berar ekan. Tasavvur qiling, 6 oygacha davom etgan bu narsa. Hadicha onamiz bo'ladigan bo'lsa, Rasulullohdan xabar olishlik uchun ana shu yerdan kelib, olib chiqib ovqatini berar ekan, non tuzini. Lekin biror marta qachon bo'ldi qilasiz, qachon qaytasiz ortga? Men qachongacha sizga bunaqa nima tashiyman? Oilangizdan, boshqangizdan xabar olib uyda o'tirmaysizmi? degan biror bir savolni bermagan ekan. Rasululloh shuni xohlayapti, bo'ldi. Rasululloh alayhisalom mana shu narsani xohlabdi. Bo'ldi, gap so'z yo'q. Biror marta unga qarshi chiqishlik emas, hattoki savol ham bermaydi ekanki, har kuni kelar ekan, ovqatini, yemoq-ichmog'ini hamma yo'g'ini olib chiqib berar ekan, ortiga qaytib ketadi. Shu jarayon davom etadi to 6 oygacha. Undan keyin shu kunlarda birida tunda Rasululloh alayhisalom yana o'zi yolg'iz holatda ibodat qilib o'tirgan paytda Jibril alayhisalom birinchi marotaba Rasulullohni huzuriga bir nur shaklida tushgan bo'ladi. Tushib turib, undan keyin ana shu o'zi ko'pchilik bilgan voqea birinchi oyatlar nozil bo'lgan. Payg'ambar alayhisalom tabiiyki o'qishda, yozishda o'rganmagan odam. O'qish yozishda o'rganmagan. Shunda birinchi vahiy nozil bo'ladi, Iqro surasi nozil bo'ladi. Ey Muhammad, o'qing degan. Payg'ambar alayhisalom qo'rqib ketgan holatda nima deydi? Men o'qishni bilmayman dedi. Mana bir qori dedi. Men o'qishni bilmayman deganda Jibril alayhisalom kelib bir qattiq siqib qo'yib yuboradi. Juda qattiq siqqan dedi. Hattoki qovurg'alardan bir-biriga kirishib ketarmikin deb o'ylaganman. Qattiq bir qisib qo'yib yuborar ekanda yana aytadi. O'qing. Rasululloh alayhisalom yana aytadi, qaytaradi. Yo'q, men o'qishni bilmayman. 3 marta davom etgandan keyin ana shu Iqro surasini birinchi oyatlar nozil bo'lgan. Iqro bismi robbikallazi xalaq. Alloh taolo sizni yaratgan Robbingiz nomi bilan o'qing. Shu oyatlar nozil bo'lgan. Iqro surasidagi birinchi 5 ta oyat. Xo'p, undan keyin Rasululloh alayhisalom bu narsadan juda qattiq qo'rqqan bo'ladi. Jibril alayhisalom undan keyin ketadi, qo'yib yuborib, keyin u tog'dan tushib turib, uylariga qarab yugurishlikni boshlaydi. Va yo'lda Jibril alayhisalom yana ko'ringan bo'ladi. Uylariga qarab ketayotgan. Yana ko'rinadi, yana to'xtaydi, "Ey Muhammad, o'qing" deydi. Ya'ni shu oyatlar bir necha marotaba takrorlangan. Undan keyin nimadan to'g'ri borib yana Rasululloh alayhisalom Hadicha roziyallohu anha uylariga kiradi. Va kirib, "G'ommiluni deydi ekan. Ya'ni meni o'rab qo'ying. Juda qattiq qo'rqib ketgan bu narsadan, birinchi marta ko'rib turganligi uchun. Hadicha roziyallohu anha o'rab qo'yadi, Rasululloh alayhisalom yotib dam oladi. Ya'ni ana shu paytda ham nima bo'ldi, boshqa deb Rasulullohni anaqa ham qo'ymaydi ekanda. Xotirjam qilib yotkizib qo'ygandan keyin Rasululloh alayhisalom yotib biroz dam olib o'ziga kelgandan keyin undan keyin nimani so'raydi, jarayonni. Shunaqa bo'ldi deganda bu ilohiy bir nima ekan,
men sizni amakimni yoniga olib boraman. U amaki Rasul Hadicha onamizning amakilari ilmli inson bo'ladi. Yoshlari juda katta bo'ladi. Olib boraman deb keyin meni yoniga olib borgan bo'ladi. Olib borganda u kishi aytadi, Rasululloh alayhisalom bo'lgan voqealarni bir chekidan aytib berganda, u kishi aytadi, bu deydi nimaga kelgan? Musoga kelgan Jibril bu senga kelgan nur deydi. Qani edi, agar deydi insonlar seni quvib, yurtingdan quvib chiqargan paytda men yosh yigit bo'lsam-u, men senga ash paytda ko'maklashib yoningda erkatosh bo'lib tursam dedi. Rasululloh alayhisalom juda hayron bo'ladi bu narsadan. Hali meni insonlar yurtimdan quvib chiqaradimi deganda u kishi aytadi, bu narsa kimga kelmadi, kimga kelganki illoki ana shu insonga dushmanchilik qilingan va o'z yurtidan quvib chiqarilgan. Bu narsa senga ham keladi bir kun. Deb bu keyingi keladigan nimalarda jarayonda Rasululloh alayhisalomga bashoratini beradi. Biz keldik. Nur tog'iga qaradik. Juda ham baland ekan. Boshlari nimaga chiqmadik? Nimaga chiqmadik? Ertaga Ronaldoga borish kerak. Bence farqi yo'q. Gapdi. Xullas shunaqa bo'ldiki, moralniy tayyorgarlik ko'rib 2 kundan keyin keladigan bo'ldik, xudo xohlasa. Juda ham baland ekanda. Mana qarang, chiqishda o'ziga necha soat ketadi? Piyoda bu mana shu yerga mashinani qoldirish kerak, toqqa qarab chiqib ketish kerak. 2 soat ketadi. 2 soat ketadi. Bu endi yoshlar 2 soatda. Biz qariyalarga 3 soatda. Maşallah, siz qariyamisiz aka? 3 soat tepaga, 3 soat pastga. Shunaqa bo'lyaptimi? Qaytishi osonroq. Qaytish osonroq. Endi естественно 5 soat vaqt ketadi. Uning uchun отдельно bir kun krossovkalar kiyib. Aha, u yaxshi. Ha? Ha, buni qarasam hozir Boysarda krossovka. Mana bundan qarasam hozir men borib, bu yerda tochni nima? Yaxshi tayyorgarlik bilan. Ha, yaxshi tayyorgarlik bilan kelamiz ekan, xudo xolasa. Mana bu jinlar machiti. Bu yerda odamlar ham namoz o'qiydi. Kuchlik alohida keldi. Nimaga jinlar machiti deydi? Chunki Rasululloh alayhisalom aynan mana shu yerda bo'lib turganlarida jinlarda bir toifalarga kelib kalima keltirishib musulmon bo'lishgan, islomga kirishgan. Shu kunda e'tiboran shu joyda nima qilishlik uchun shu jin masjid deb mana bu yerda o'zi shunaqa Saudiyada tarixiy joylarda odatda saqlab qolishlik uchun ana shu nomiga masjid qurib qo'yishadi. Yillar davomida masjid qayta ta'mirlansa ham, boshqa bo'lsa ham, boshqatdan qurilsa ham, buni nomi ana shu nom bilan saqlanib kelaveradi. Tarixiy joyni saqlab qolishlik uchun. Uni yonidagi masjid yana bu yoqda shajara masjidi bor. Mana bunisimi? Ha, daraxt Rasululloh alayhisalomga egilib salom bergan bir daraxt. Shajar degani daraxt degani. Ana shu joyni ham nomini saqlab qolishlik uchun shajara masjidi, ya'ni daraxt masjidi deb kichkinagina masjid qurishgan. Bular keldi gastitsasiga. Biz dal ishga ketdik.